Diqqat ota-onalar, farzandingiz tez-tez shamollayaptimi? Balki siz uni noto'g'ri davolayotgandirsiz. Burun bitishi bu har doim shamollash emas. Ko'p hollarda sabab adenoid yoki ko'p hollarda sabab yashirin adenoid deymikan. Ketdim kadr. Bola uyquda og'izdan nafas oladi, xurrak o'tadi, tez-tez quloq infeksiyalariga chalinadi va hatto nafas olishi to'xtab qolishining apnoe holati kuzatilishi mumkin. Va eng yomoni ota-onalar buni oddiy shamollash deb o'ylashda davom etaveradi. Agar farzandingizda yuqoridagi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, ular shifokorga murojaat qiling. Shifokor adenoidni tekshirib, uning darajasini aniqlaydi va davolash usulini belgilaydi. Ba'zi holatlarda adenoidni olib tashlash, ya'ni adenektomiya jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi mumkin. Unutmang, vaqtida tashxis qo'yish va davolash farzandingiz sog'lig'i uchun juda muhim hisoblanadi.